Assalomu alaykum. Bugun biz Grampisga Uyg'urcha xat nusxasini qanday o'rnatishni ko'rib boqaylik. Oldi bilan Grampisni qo'zg'atib, yukladik. Odatda Linux mashg'ulot sistemasida Uyg'urcha xatlar asosan normal ko'rinadi. Boshqa masalan Mac va Windowsda balkim satrak ko'rinishi mumkin. Lekin Linuxda odatda hammasi normal ko'rinadi. Shundaqmi biz Uyg'urcha xat nusxasini sistemaga o'rnatib, undan keyin Grampisda qanday tangshaymiz Uyg'urcha xat nusxasiga shuni ko'rib boqaylik. Oldi bilan biz Grampisning edit degan tizimligidan add-on manager degan nima desa hozir mavjud qo'shilma degan gap plugin debmi atildi, qistirma ya'ni. Masalan, nurg'un qistirmalar bor. Masalan, o'shada ko'ringanlarning hammasi belgini chiqaritish quroli ekan, belgini chiqaritish va qo'shish quroli ekan. Kishilarning ismiga munosabatli qistirma ekan. Masalan, bu hamma kishining ismini ko'rsatib turdi deydi. Shunga o'xshash nurg'un qistirmalar bor. Buni qistirma desak bo'ldi, qo'shilma desak bo'ldi. Yana qo'shimcha iqtidorlar asosiy programmaga keyin boshqalar ehtiyoj tufaylidan qo'shgan qo'shilmalar. Shuning ichida o'rnak deydigan bir qo'shilma bor ekan. Mush qo'shilma. Sim preferences degan o'rnak maylligi degan. Sim deb yozsanglar o'shaga ko'ringandan keyin ma'no o'xshash install degan topchi ko'rindi. Shu install degan topchini chekib olsanglar bo'ldi. Men hozir mana o'rnatib bo'ldim. Shunga bu yerda o'rnatib bo'lgan holat ko'rindi. O'rnatilmagan bo'lsa ma'no o'xshash o'rnat degan topchi ko'rindi. O'rnatilib bo'lgan bo'lsa bu yerda nashr nomer ko'rindi. Shuni o'rnatib bo'lgandan keyin bu ko'znakni taqib o'tib, tanshakdan ko'rib baqsak ham bo'ldi bo'lmasa bu yerda. Tanshaklarda shuni davomli yangilanib turdi ekan. Yangilasak bo'ldi ekan. Lekin bu yerda qurilishninki tor adresi. Agarda sizlar boshqa shu Grampisga oid undan keyin shunday qurilish adresini bilsanglar, qo'shilmaniki bu yerga qo'shib olsanglar bo'ldi ekan. Ko'znakni taqdik. Undan keyin biz mayilliqni ochaylik. Edit degan tahrir. Undan keyin preferences degan mayilliq. Mayilliq degan tizimlikni açsak, buningda boshda shu biz ism bilan familani tangshigan ko'znak ko'rindi. O'shadan biz mesela ikkinchisi odatdagi uchurlar tanshakkan, undan keyin oila shexi, ekrish, undan keyin cheklama, rang degandek. Shundan keyin men o'ng tarafda yo o'qtimchisi va shuni chekaylik. Yana chekaylik. Yana chekaylik. Ogohlantirish, tekis, undan keyin kimlik bichimi degandek. Undan keyin bu tadqiqotchilarniki uchurni kim xotirlayotdi shu nasab nomini, ismi, adresi degandek, shahar, yo'q, davlat, pochta nomeri, telefon nomeri, el-xat adresi deganlarni kirgizib bo'ldi. Undan keyin eng oxiriga mana boya biz o'rnatgan qo'shilmaninki uchur ko'rindi. Sen. Ya'ni bu o'rnak degan gap. Shu Grampisninki tizimlik, undan keyin ekran ko'rinishini tangshaydigan. Buningda masalan dark variant debdi-ku. Ya'ni qorong'u o'rnak, qorong'u sholg'uda degan gap cheksak qorong'uda o'zgarish kerakda. Men tanlaydim. Aslida qorong'u o'rnakka o'zgardi. Ya'ni bu ko'rinishni ko'znakninki o'sha hozirgi Grampis degan ko'znakninki uslubini o'zgartdi. Ana ichida nurg'un o'rnaklar bor ekan. Masalan Windows ga ko'nab qolganlar qolsa Win32 deydi.
Windows 32'ninki uslubidagi mana betkuchga o'zgardi. Bu uslubdan birini qo'shdik, ya'ni biz. Mesela esli keltirib etsak, nima bo'ladi? Buni mayaga o'zininki to'naydigan qimmatiga esli keltirib etdik. O'sha ichida xohlaganni mesela o'zingizga qaysi yoqtirsanglar shunda tanlab o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Mesela rang, tizimlik, undan keyin ko'znakninki uslubini o'zgartirdi. O'xshamagan uslub. Mesela esli keltiradigan bo'lib qolsak, o'sha restore to default degan ko'ngillik qimmatini esli keltirib deb cheksak, esli keltiradi. Buni ikkinchisi amandaki bu xat nusxasi. O'shada masalan sistemada bor xat nusxasini hozir meningda o'zi tanlag'ini Ubuntu'ning xat nusxasi ekan. Chunki bizning mashg'ulot sistemasi Ubuntu Sans Regular degan shu ko'znakliga yo ishlatadigan xat nusxasi. Buni o'zi avtomatik qilib cho'ng kichikligini men tanlash etganmiz. Undan boshqa yana nurg'un xat nusxalar bor. Shuni ichidan tanlab, masalan, o'zimizga mos keladigan bilsak, shuni ichidan Uyg'urcha xat nusxasi bo'lib qolsa, agarda bo'lmasa, masalan, ma'no tanlab boqayli. Select deylik qani. O'zgardi mana. Shu Ubuntu'ning xat nusxasi shu Sans Regular degani chiroyliroq ekan taxir. Hamda Uyg'urcha xat nusxasini qanday o'rnatamiz deganda, bu Uyg'urcha xat nusxasini o'rnatishda ma ko'zakni taqib turaylik. Undan keyin ma grampisni kichiklatib qo'yib turaylik. Tor ko'gini ichib adresga ukig.org yana Uyg'ur kompyuter media tor bekiti font istaydigan bir mundarchisi bor, shuni yozib, o'sha adresni men sinning ostiga qoldirib qo'yman, shu yerdan ko'rib olsangiz bo'ldi yoki ukig.org-niki men font istagan mundarchisini ochsanglar, Uyg'urcha xat nusxalari bor. O'lchamlik Unicode xat nusxasi. Buni ostiga sersanglar, sizlar yoqtiradigan xat nusxalarining hammasidek bor. Masalan, biz mana tuz xat nusxasini tushiraylik. Masalan, mana cheksak mana tuz xat nusxasini tushirdi. Mana tuz xat nusxasining tom xat shakli buni tushirdik. Undan keyin mana bosma deganni tushiraylik. Buni tushirdik mana. Undan keyin sizlar qaysisini yoqtirsanglar, shu xat nusxasini, masalan, mana kitob degan xat nusxasini tushiraylik. Tushirdik. O'zimizga lozimli xat nusxasi qaysi? Masalan, ekran ishlatadigan, ekran deydigan bir xat nusxasi bor. UKIG ekran deydigan bir xat nusxasi bor, shuni tushiraylik. Mana bu. Ekran degan xat nusxasini tushirdik. Undan keyin biz bu xat nusxasini ochaylik. Qo'sh cheksak ichiladi. İçilgandan keyin mana shu xat nusxasi shu. Mayada mana install deydigan bir topchi ko'rindi. Install font deb turgan. Shuni cheksak bo'ladi. Mashg'ulot sistemangiz Linux bo'lsa, Windows'da o'xshash tushirgan xat nusxasini ishga chekib, shunda ko'znak ko'ringandan keyin o'rnatni cheksangizdan bo'ladi. Yana ko'raylik. Biz mushayimiz xat nusxasi va yana ochaylik hozir. Birinchisini o'rnatib bo'ldik, ikkinchisini o'rnataylik.
ilgari Ubuntu'ningki shu barliq Uyg'urcha xat nusxasini o'rnatadigan bir bukch sifati buyruq orqali o'rnatsaqmi bo'ladi. Hozir mana eng oddiy usulni ko'rsatib qo'ydim. Shunday qilsa hammalarni ko'ralaydi ham oddiylab. Qo'sh chekimiz, xat nusxasini tushiramiz, xat nusxasini qo'sh chekib ochamiz, undan keyin o'rnat degan topchini cheksaklar bo'ladi. Eng oddiysi. Hozir men xat nusxalarining hammasini o'rnatib bo'ldik. O'rnatib bo'lgandan keyin mana ko'znakni taqib o'taylik. Mana bu tor ko'gini kichikiltib qo'yib turaylik. Undan keyin Grampis'ni ochaylik. Boyaqi tanshakni ochaylik. Tizimlikni editdan mayilliqni chekimiz. Bu yerdan eng oxirgi yutkilar, ya'ni mana bu o'rnak. O'rnakning ichidagi mana xat nusxasi degan yerni tanlaylik. Endi UKIG deb xat nusxasi ko'rindimi, ko'rinmadimi qalab. Xat nusxasi o'rnatib bo'ldi, lekin biz programmani qo'zg'atgan chog'da texe programma o xat nusxasini o'qimagan. Shunga ko'rinmadi. Shunga biz oldi bilan Grampis'ni bir qatam chekinaylik. Chekinib qayta ochaylik. Qayta ochdik. Sandanni yukildik. Undan keyin tahrirdan mayilliqni chekaylik. Eng oxirgi surib o'rnakni tanlaylik. Undan keyin o'rnakning ichidan xat nusxasi. Mana endi oqisda mana UKIG basma regular, UKIG ekran regular mana. Baya biz o'rnatgan xat nusxalarining tizimligi ko'rindi. Masalan biz ekran degan xat nusxasiga o'zgartiraylik. Cho'ngligi xatning cho'ngligi 11. Cho'ngaytsak bo'ldi, unda kichiklaytsak bo'ldi. 11 peti turibas. Ma qo'shash ilishni besib cho'ng kichikligini tanishsakmi bo'ldi. Masalan 12 deb qo'yaylik. Select deb tanla deganni chekaylik. Xat nusxasi o'zgardi. Mana. Kishilar degandan ko'rib boqaylik. Endi mana xat nusxasi o'zgardi. Biz yana boshqa xat nusxasini tanishib boqaylik. Masalan, kitob degan xat nusxasini kitob degan xat nusxasiga o'zgardi. Ko'rinishi o'zgardi. Bugun biz Gramps, ya'ni nasab nom yumshoq detaliga Uyg'urcha xat nusxasini qanday ko'rsatishni ko'rib o'tdik. Bunda bir qisturma o'rnatdik. O'rnak deydigan bir qisturma. Shu o'rnak degan qisturmani qisturma orqali xat nusxasini tanlagan bo'ldi. Undan keyin xat nusxasini qanday to'rdan tushiramiz, qanday o'rnatamiz degan mazmunlar so'zlandi. Eslik qaytarib turgan bo'lib qolsak, ko'ngilda qimmatiga eslik qaytarib degan topchini chekib olsaklar, asli qimmatiga qaytdi. Uyg'urcha xat nusxasi masalan kitob regular degan ishni tanlasak, select deb tanlasak, Uyg'urcha xat nusxasiga o'zgardi. Tanshak ko'znikini, ya'ni mayilliq ko'znikini taqib o'tib ko'rsak mana Uyg'urcha xat nusxasida ko'rindi. Undan keyin xat nusxasini tushirgan chog'da Windows bilan Linux, ya'ni Linux mashg'ulot sistemasida shu TTF xat nusxalarini tushiraversangiz bo'laverdi. Normal ishlaydi. Lekin agar Mac mashg'ulot sistemasi bo'lib qolsa, Mac'ninki maxsus yasalgan xat nusxasi va mush xat nusxalarini tushirib ishlatsangiz bo'ladi. Shu bir nuqtaga diqqat qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mac xat nusxasini Windows yoki Linuxda
ishlatgili bo'lmaydi. Kodlanishi va ko'rsatish usuli ozroq farqlanganligi uchun maningga, ya'ni olma mashg'ulot sistemasiga ayrim xat nusxasi ta'minlagan. Mush xat nusxasining ichidan tanlab tushirib, undan keyin Grampisning ichida boyiqi qo'shilmani qo'shib, xat nusxasini tanishsanglar bo'ladi. Keyin qatimliq sinda ko'rishaylik. Allohga emanet.